Men o'zi internet saytimizda juda ko'p savollar kelyapti. Hozir Ramazonning oldidan shunaqa gaplar bo'ldi. Bir xonim yozyapti. Men sizdan bir narsani so'ramoqchiman. Ramazon sharif kelganda ertalab bir az suv ichib niyat qilib, keyin og'zini ochganda iftorda ham bir miqdorda suv ichib ovqat yemay roza tutsam bo'ladimi? Chunki men bu juda semirib ketganman. Suv ichsam ham semiraveraman. Shuning uchun mana shunaqa qilmoqchiman. Shariatda ruxsat bormi, deyapti. Men aytdim, sog'lig'ingiz maslahat qiling. Sog'lig'ingiz ko'tarsa qilsangiz bo'ladi-yu, lekin niyatni ozaman degan niyat qilmang. Niyatni Allohning ibodati deb qiling. Zimmamdagi farzni ado etish deb qiling. Bandalik xususiyatimni demak Allohning oldida tan berib, demak yuzaga chiqarish amali deb qiling. U ozish, sog'lomlashish bo'laveradigan narsalar. Bizga roza ibodat. Allohga qurbat hosil qilish, haligindek farishtadan yuqori darajaga ko'tarish va shaytonni la'inga qahr ko'rsatish. Insoniyatga o'zimizni dindoshlarimiz boshqa insonlarga mehr muhabbat shavqini o'zimizda oshishi, hammaga yaxshilik, xayr, barakani demak paydan bo'lishimiz kabi ishlarda roza bizga asossiz manba hisoblanishi bor.